Assalomu alaykum. Men Ahmedov Murqodir Rustamaliyevich. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiynaydigan muammo allergik yo'tal haqida gaplashamiz. Bu oddiy yo'tal emas, uni to'g'ri tashxislash va davolash muhim hisoblanadi. Yo'tal alohida bir kasallik emas. Bu turli xil kasalliklarga hamroh bo'lgan alomatlardan biridir. Yo'tal odatda shamollash va infeksiyalar natijasida yuzaga keladi. Ammo allergiya ham sabab bo'lishi mumkin. Allergik yo'tal nima? Allergik yo'tal bu yuqumli omillar ta'sirida emas, balki allergenlar ta'sirida yuzaga keladigan yo'tal hisoblanadi. Bu odatda sog'liq uchun xavf tug'dirmaydigan moddalardir, lekin tana uni begona va xavfli deb biladi. Shuning uchun ularga qarshi antikorlar ishlab chiqaradi. Allergik yo'talning kelib chiqish sabablari. Uy va kitob changlari, eng keng tarqalgan turlari, yotoq, gilam, mebel ichida yashovchi mikroskopik hajmdagi mayda zarrachalar keltirib chiqaradi. Ya'ni chang zarrachalari sababchi bo'ladi. Bundan tashqari gul changi, bahor va yoz oylarida gullaydigan o'simlik va daraxtlarning gul changidan paydo bo'ladigan allergenlar havoga tarqalishi natijasida yuzaga keladi. Hayvon tuklari, mushuk, it, qushlar kabi uy hayvonlari tuklari, kimyoviy vositalar, atir, har xil idish yuvuvchi vositalar yoki bo'yoqlar va aerozollar ta'sirida, kuchli hidlar va zamburug'lar, ayniqsa namlik ko'p bo'lgan xonadonlarda va havo almanishi yomon bo'lgan xonalarda, ba'zi dori-darmonlar va oziq-ovqatlar ta'sirida, ayniqsa sut, tuxum va yong'oq mahsulotlari nafaqat toshma, balki kuchli allergik yo'talni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zida hatto sovuq havo ham allergik yo'talni keltirib chiqarishi mumkin. Allergik yo'tal turlari. O'tkir allergik yo'tal to'satdan paydo bo'ladi, 1-3 kunda yo'qolishi mumkin. Surunkali allergik yo'tal haftalar, oylar, ba'zan yillar ham davom etishi mumkin. Ayniqsa tunda yoki ertalab kuchayadi. Bronxial astma bilan bog'liq bo'lgan allergik yo'tal. Bunda nafas olishda qiynlashish, hushtaksimon xirillash bilan namoyon bo'ladi. Postnasal oqish yo'tali, ya'ni allergen burunni qitiqlaydi, shilliq tomoqqa oqadi. Bu esa o'z navbatida yo'talni kuchaytiradi. Yo'tal ko'proq allergik rinit fonida bo'ladi. Asosan tomoqda yo'tal bezovta qiladi. Allergik yo'talning belgilari va shamollashdan farqi. Asosan quruq yo'tal, ya'ni balg'amsiz bo'ladi. Allergik yo'tal kechga yoki ertalab kuchayadi. Allergen bilan to'qnashganda darhol yuzaga chiqadi. Isitma ko'tarilmaydi, ko'z qichishishi yoki yosh oqishi mumkin. Bu yo'tal bir necha haftalar davom etishi mumkin. Lekin shamollashdan farqi umumiy holsizlik va isitmasiz kechadi. Allergik yo'talni davolash va profilaktikasi. Allergik yo'taldan qutulish uchun avvalo uni sababini aniqlash zarur. Shifokor yordamida allergen testdan o'tish mumkin. Davosida esa allergendan uzoqroq yuriladi, antigistamin dorilar qabul qilinadi, burun spreylari yoki ko'z tomchilaridan foydalaniladi, nafas yo'llariga ingalyatorlardan foydalaniladi. Allergik yo'talni oddiy shamollash bilan adashtirmang. Allergik yo'tal jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Uni erta aniqlash zarur, allergen bilan aloqani to'xtatish zarur va to'g'ri choralar bilan uni yengish mumkin. Shundagina to'g'ri choralar bilan uni yengish mumkin. Agar sizda yoki farzandlaringizda allergik yo'tal belgilari bo'lsa, shifokorga murojaat qilishni kechiktirmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang.